أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي Bakara suresi tefsiri 109. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesinden Bakara suresinin tefsiri 109. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de auzu billahi mineşşeytanirracim. Ehli kitap içideki nurgun kişiler özlerine hakikat yani dininglarning haqligi oshkor bo'lgandan keyin hasad qilish yuzidan sizlarni iymoninglardan qaytarib kofir qilishni orzu qiladi. Allohning amri kelganga qadar yani Allah sizlarga ular bilan urush qilishga ruxsat qilguncha ularni afu qilinglar va kechiringlar. Allah haqiqatan har narsaga qodirdir. Namozni ado qilinglar, zakotni beringlar. O'zinglar uchun ishlagan har qanday yaxshi amal bo'lsa, Allohning dargohida uning savobini topsilar. Allah haqiqatan qilgan amalinglarni ko'rib turguchidir. Ahli kitobning yo'lida mengishdan to'sish to'g'risida. Allah Taala mu'minlarni ahli kitob kafirlarning yo'liga agishib qilishdan ogohlantirib, ahli kitobning ularga kelgan payg'ambarining ortiqchiligini bilib turib, ko'nglida va amaliyatida uning o'chmanlik va hasad saqlaydiganligini bayon qildi. Mu'min bandalarga Alloh taolaning yordami kelib, Makka ozod bo'lguncha ularni kechirishga va savrchan bo'lishga buyurdi. Mu'minlarni namoz o'qishga va zakot berishga buyurib, bu buyruqlarni o'z vaqtida ado qilishga rag'batlantirdi. Ibn Abu Hatim Abdullah Ka'b ibn Malikning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ka'b ibn Ashraf degan Yahudi shoir edi. U payg'ambar alayhisalomni she'r orqali so'katdi. Alloh taolo uning haqida bu oyatni nozil qildi. Ahli kitob ichidagi nurg'un kishilar o'zlariga haqiqat, ya'ni dininglarning haqligi oshkor bo'lgandan keyin hasad qilish yuzasidan sizlarni iymoninglardan qaytarib kofir qilishni orzu qiladi. Allohning amri kelganga qadar, ya'ni Allah sizlarga ular bilan urush qilishga ruxsat qilguncha ularni afu qilinglar va kechiringlar. Zahhak ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir savodsiz payg'ambar Yahudilarga ularning kitoblarida bayon qilingan alomatlardan xabar berdi. Ondan uningga ular ishongandek ishonadi. Lekin ular kufrliq va hasad qilish yuzidan uningdan tanidi. O'zlariga haqiqat, ya'ni dininglarning haqligi oshkor bo'lgandan keyin hasad qilish yuzidan, ya'ni ularga haqiqatni uningdan kichikkina bir yerini tushuniksiz qo'ymay, hammasini ochiq ro'shanlashtirib bo'lgandan keyin hasad ularni tanib olishga undidi. Shunga Alloh taolo ularni aybladi va qattiq malomat qildi. Payg'ambar alayhisalom o'zlariga va burungi payg'ambarlarga tushgan kitoblarga ishonganligi va iymon keltirganligi uchun mu'minlarga Alloh taolaning katta savobi va yordami borligini jakoladi. O'zlariga haqiqat, ya'ni dininglarning haqligi oshkor bo'lgandan keyin Abu Aliya bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi. Ya'ni ular payg'ambar alayhisalomning haqiqiy payg'ambar ekanligini
Tavrat va Injildan xabar tepib turibmi? Payg'ambarning boshqa millatdan chiqib qolganligiga hasad qilib, uningga ishonmadi. Ko'p sondagi olimlar Alloh taolaning mushriklarni qayerda uchratsanglar, shu yerda o'ltiringlar. Sizlar ahli kitobdan Allohga va oxirat kuniga ishonmaydiganlar, Yahudiylar Uzeyrini Allohning o'g'li, Nasaralar Aysani Allohning o'g'li deb e'tiqod qilganliklari uchun ular Allohga va oxirat kuniga e'tiqod qilamiz degan bilanmi e'tiqod qilmaganning o'rnidadir. Bilan Alloh o'zining kitobida va uning payg'ambari sunnatida harom qilgan narsalarni harom bilmaydiganlar va haq din, ya'ni islom diniga e'tiqod qilmaydiganlar bilan toki ular sizlarga bo'ysunib, xor holda jizya to'laganga qadar urush qilinglar degan oyati orqali Allohning amri kelganga qadar, ya'ni Alloh sizlarga ular bilan urush qilishga ruxsat qilguncha ularni afu qilinglar va kechiringlar degan oyatining hukmi amaldan qoldirilib ketdi dedi. Ya'ni oxirgi hukm kofirlarni kechirib o'tish emas, balki ularni uchratgan yerda o'ltirishdir. Bu İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Abu Aliya, Rabi ibn Anas, Qatada va Suddi qatorliq olimlarning fikridir. Yaxshi ishlarni qilishga rag'batlantirish. Namozni ado qilinglar, zakotni beringlar. O'zinglar uchun ishlagan har qanday yaxshi amal bo'lsa, Allohning dargohida uning savobini topsizlar. Ya'ni Alloh taolo ularni dunyo va oxiratda Alloh taolaning yordamiga nail bo'lish uchun namoz o'qish va zakot berish qatorliq qiyomat kuni ularga asqatadigan ishlarni qilishga rag'batlantirdi. Alloh taolo amal ibodat qilmagan kishilarning ziyon tortadiganligi to'g'risida mundoq deydi. U kunda kofirlarning o'zlari foyda bermaydi. U kunda kofirlarning o'zlari foyda bermaydi. Ular la'natga uchraydi. Ular oxiratning azobiga duchor bo'ladi. Alloh haqiqatan qilgan amalinglarni ko'rib turguchidir. Ya'ni Alloh taolo yaxshilik bo'lsin yoki yomonlik bo'lsin, bir kishining qilayotgan ishidan bexabar emas. U har qanday kishining qilgan ishiga jazo va mukofot berguchidir. Ular Yahudi yoki Nasara bo'lmagan odam, ya'ni Yahudiylar Yahudi bo'lmagan odam, Nasaralar Nasara bo'lmagan odam hargizmi jannatga kirmaydi deyishdi. Bu ularning quruq orzusidir. Agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, dalilinglarni keltiringlar degin. Undaq emas. Kimiki yaxshi amallarni qilgan holda o'zini Allohga topshirdi ekan, ya'ni Allohning amriga bo'ysunib, amalini xolis Alloh uchun qildi ekan, u Robbining dargohida savobdan bahramand bo'ladi. Ularga oxiratda hech qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Yahudiylar Nasaralarning hech qanday asosi yo'q, ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi. Nasaralarmu Yahudiylarning hech qanday asosi yo'q, ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi. Halbuki ular kitobni, ya'ni Yahudiylar Tavratni, Nasaralar Injilni o'qiydi. Bilimsiz odamlar, ya'ni arab mushriklari-mu ular degandek dedi. Alloh qiyomat kuni ularning o'zaro ixtilof qilishgan narsalari ustida hukm chiqaradi. Ahli kitobning qilgan orzulari. Alloh taolo bu oyatda Yahudi va xristianlarning o'rinsiz orzulariga oldinib ketganligini bayon qiladi. Yahudi va xristianlar jannatga o'zining dinidagi kishidan boshqasining kirolmaydiganligi haqidagi davosida oldinib ketgan. Alloh taolo ularning biz Alloh taolaning bolalari deb da'vo qilganligi haqida xabar berib mundoq deydi.
biz Allah'ın oğullarıdırmız, yani atı balıdek yakınmız ve biz Allah'ın dinide bolğaçqa dostlarımızdır. Dostlarıdırmız. Allah Teala ular özleri qilgan gunohlari sababidan azoblanadi deb e'lon qilib, ularning qilgan davosini yolg'onga chiqardi. Agar ular o'zlari degandek Alloh taolaning bolalari va yaqinlari bo'ladigan bo'lsa, qilgan gunohlari sababidan azoblanmagan bo'ladi. Yuqorida so'zlab o'tilgandek, ular qilgan yomon ishlarimiz uchun do'zaxda bir necha kunlar turib, ondan jannatga kiramiz deb da'vo qildi. Alloh taolo ularga shu vaqtning o'zida raddiya qaytardi. Shuningdek, bu yerdami ularning jannatga Yahudi yoki Xristian dindikidan boshqalar kirolmaydi deb qilgan hech qanday dalil isbotsiz da'vosi to'g'risida mundaq deydi. Bu ularning quruq orzusidir. Abu Aliya bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi. Ularning Alloh taolo to'g'risidagi qilgan o'rinsiz orzularidir. Ondan Alloh taolo mundaq deydi. Agar sözünlarda rastçıl bolsanglar, dalilinglarni keltiringlar degan Abu Aliya, Mujahid, Suddi va Rabi ibn Anas qatorliqlar bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi. Ya'ni sizlar qilgan da'voyinglarda rastçıl bolsanglar, faktlaringlarni keltiringlar. Undaq emas. Kimiki yaxshi amallarni qilgan holda o'zini Allohga topshirdi ekan, ya'ni Allohning amriga bo'ysunib, amalini xolis Alloh uchun qiladi ekan, ya'ni Alloh taolaga hech qanday narsani shirik qilmay, ibodatini uning o'ziga xolis, uning o'ziga qilgan kishi Alloh taolo bu haqda mundaq deydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, agar ular sen bilan din borasida munozirlashsa, menga ergashganlar bilan birlikda men o'zimni Allohga topshirdim, ya'ni Allohning amrlariga bo'ysunuvchimiz degan. Undaq emas. Kimiki yaxshi amallarni qilgan holda o'zini Allohga topshirdi ekan, Said ibn Jubayr bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi. Dinini xolis qilgan kishi u Robbining dargohida savobdan bahramand bo'ladi. Ya'ni u xolis qilgan amalida yoki dinida payg'ambar alayhissalomga ergashdi. Amal ibodatning maqbul bo'lishi uchun ikki shart lozim bo'ladi. Birinchi, amal ibodat Alloh taolo uchun xolis bo'lgan bo'lishi lozim. Ikkinchisi, amal ibodat shariatning qonunlariga uyg'un bo'lishi lozim. Har qanday vaqtda amal qilingan ibodat Alloh taologa xolis bo'lib, ammo shariatning qonunlariga uyg'un bo'lmasa, qabul qilinmaydi. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom mundaq deydi. Bir kishi bizning dinimizda yo'q ishni qilgan bo'lsa, uning qilgan ishi maqbul emas. Rohibiylar va ularga o'xshashlarning qilgan amal ibodatlarini elib aytganda, ular ibodatlarini Alloh taolo uchun xolis qildi deb faraz qilsaqmi, ular qilgan ibodatlarida butkul insonlarga avatilgan payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ergashmaguncha, ya'ni ularning qilgan ibodati payg'ambar alayhisalom elib kelgan shariatning qonunlariga uyg'un kelmaguncha ularning ibodatlari maqbul bo'lmaydi. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi. Biz ularning qilgan yaxshi amallarini bir taraf qilib, uni uchib yurgan to'zandek qilib etamiz. Ya'ni ular iymonsiz bo'lganlikdan qilgan yaxshi amallarini yo'q chiqaramiz. Kafirlarning yaxshi amal deb o'ylagan amallari boyavondagi sarobga o'xshaydi. Tashna odam uni suv deb gumon qiladi. Uning yeniga kelsa, hech narsani ko'rmaydi. Hech narsa ko'rinmaydi. Ya'ni suv ko'rmaydi. Bu kunda nurg'un odamlar xor bo'lguchidir. Ular dunyoda gunoh qiluvchilardir. Oxiratda jafo tortquchilardir.
ular harorati qattiq do'zaxga kirdi. Suvlari qaynab turgan buloqdan sug'urildi. Ko'rinishda amal ibodat shariatning qonunlariga uyg'un bo'lsa-mu, lekin ibodat qilg'uchi qilgan ibodatida ixlos qilmagan bo'lsa, bu ibodatmi o'xshashli qabul qilinmaydi. Bu ibodatlar riyoxo'rlarning va munofiqlarning ibodatiga o'xshaydi. Ular ko'rinishda ibodat qilgandek qilsa-mu, ixlos bo'lmaganlik uchun ularning qilgan ibodati qabul qilinmaydi. Alloh taolo bular to'g'risida mundaq deydi: shubhisizki, munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'lishadi. Alloh ularning aldamchiligiga yarasha jazo berdi. Ular namoz uchun turganda xo'sh yoqmaslik bilan turdi. Savob umid qilmaydi. Namozni kishilarga ko'rsatish uchun o'qiydi, ya'ni riyokorlik qiladi. Allohni faqat ozgina yod etadi. Shundaq namoz o'quvchilarga voyki, ular namozni g'aflat bilan o'qiydi. Namozni riyo bilan o'qiydi. Ular qo'lqi bermaydi. Amal ibodatni ixlos bilan qilish to'g'risida mundaq deydi: kimiki Robbiga muloqot bo'lishni umid qiladi ekan, ya'ni savobini umid qilib azobidan qo'rqadi ekan, yaxshi ish qilsin. Robbiga qiladigan ibodatga hech kimni shirik keltirmasin. Oxirat kuniga iymon keltirgan va yaxshi amallarni qilganlar Robbining qishida o'z ajridan bahramand bo'ladi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u yo'qdir. Ya'ni Alloh taolo ularning qilgan ibodatlariga savob beradiganligiga kepil bo'ldi. Ularni qo'rqiladigan ishlardan xotirjam qildi. Ularga oxiratda hech qo'rqinch bo'lmaydi. Kelgusida ularga qo'rqinch yo'q. Ularga oxiratda hech g'am qayg'u bo'lmaydi. O'tgan ishlarga o'kinmaydi. Said ibn Jubayr bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi: ularga oxiratda qo'rqinch yo'q va ular o'limdan g'am qilmaydi. Yahudi va xristianlarning kufrlik va johillikdan o'zaro ixtiloflashib qelishi. Yahudilar Nasaralarning hech qanday asosi yo'q, ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi. Nasaralarmu Yahudilarning hech qanday asosi yo'q, ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi. Halbuki ular kitobni, ya'ni Yahudilar Tavratni, Nasaralar Injilni o'qiydi. Alloh taolo bu oyatda ularning o'zaro ixtiloflashib qilishini, bir-biriga bo'lgan o'chmanlik va dushmanliklarni bayon qildi. Muhammad ibn Ishoq ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi: Najron qabilasining xristianlari payg'ambar alayhissalomning yoniga kelganda, Yahudilarning olimlari yetib kelib, payg'ambar alayhissalomning oldida ikki taraf bo'lib ixtiloflashishga boshladi. Rafida ibn Huraymila degan Yahudi xristianlarga sizlar to'g'ri dinda emas deb Isa alayhissalomning payg'ambarligi bilan Injilni inkor qildi. Najron qabilasidan kelgan xristianlarning ichidan biri Yahudilarga sizlar to'g'ri dinda emas deb Musa alayhissalomning payg'ambarligi bilan Tavratni inkor qildi. Ondan Alloh taolo bu haqda tövendiki oyatni tushirdi. Yahudilar Nasaralarning hech qanday asosi yo'q, ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi. Nasaralarmu Yahudilarning hech qanday asosi yo'q, ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi. Halbuki ular kitobni, ya'ni Yahudilar Tavratni, Nasaralar Injilni o'qiydi. Ya'ni har ikki taraf payg'ambarlikni inkor qilgan kishining o'zlarining kitoblarida haqiqiy payg'ambar ekanligini o'qiydi. Ya'ni Yahudilar Isa alayhissalomning payg'ambarligini inkor qildi. Alloh taolo o'z vaqtida Musa alayhissalom elib kelgan kitobda, Tavratda Isa alayhissalomning payg'ambarligiga ishonish to'g'riliq
ulardan va'da elib olgan edi. Xristianlar Musa alayhissalomning payg'ambarligini inkor qildi. Alloh taolo Isa alayhissalom ularga elib kelgan kitob Injilda Musa alayhissalomning payg'ambarligiga ishonish to'g'riliq ulardan va'da olgan edi. Her iki taraf özlerinin payg'ambari elib kelgan kitobdagi haqiqatdan tenib olishdi. Bilimsiz odamlar, ya'ni Arab mushriklarimi ular degandek qildi. Olimlar bu oyatdan qaysi kishilarning ko'zi tutilganligi to'g'risida ixtiloflashib qoldi. Rabi ibn Anas ve Qatada qatorliqlarmi bu oyatda ko'z tutildigani Hristiyanlardir. Yani Hristiyanlarmi Yahudilarga o'xshashla so'zni qiladi degan ko'z qarashga keldi. İbn Jurayj mundaq deydi. Atadan bu oyatda kimlar ko'z tutildi deb so'radim. U bu oyatdan Yahudi, Hristiyan ve Tavrat bilan Injil tushishdan burun yashagan kishilar ko'z tutildi deb javob berdi. Suddi bu oyatdan Arablar ko'z tutildi. Chunki Arablar Muhammad sallallohu alayhi vasallam to'g'ri dinda emas dedi. Bularning ichidan Abu Ja'far ibn Jarir bu oyat hamma kishiga umumiydir. Bu oyatni yuqorida deb o'tilgan kishilarning biriga qaratib olishning hech qanday pakiti yo'qdir deydi. Allah qiyomat kuni ularning o'zaro ixtilof qilishgan narsalar ustida hukm chiqardi. Ya'ni Alloh taolo qiyomat kuni ularni to'plab zarrachilikmi zulm qilmaydigan nihoyat odil hukmi bilan ularning orasida hukm chiqardi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Mu'minlar, Yahudilar, yulduzlarga cho'qing'uchilar, Nasaralar, Majusilar, ya'ni otaşperestler ve müşrikler için kıyamet günü Allah hakikaten hüküm çıkardı. Yani Allah Teala müminler bilen mezkur 5 firqa arasında doğru hüküm çıkarıp müminlerini cennetke, küffarlarını dozakka kirgizdi. Allah hakikaten hemmin ersini körüp turgucudur. Eytkin ki Rabbimiz bizni kıyamet günü yığıdı. Ondan bizning aramızda haqliq bilan hukm chiqardi. Allah adil hukm qilguchidir. Xaloyiqning ahvolini bilgichidir. Alhamdulillah, Allah şükürler bo'lsin. Yuqorida Baqara surasi tafsiridan 113 oyatgacha o'qidik. Oxirini keyingi timliq o'qishimizda davomlashtiramiz biiznillah. وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.